Assalomu alaykum. Qadrdonlar, azizlar, obunachilar, sog'misizlar, salomatmisizlar? 8-mart bugun onajonlar bayrami. Ilohim bayram barcha opa-singillarimizga muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Hozir Qunduz enami xabar olgan kelyapti. Bu qo'shnim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Oxuni vlog akkauntini ashaddiy muxlislari, bugun Qunduz enani oldiga keldik. Men birinchi bor ko'rinish berayotganim uchun bari hammada hayajon bo'ladi. Qolganini o'zidan eshitib olasizlar. O'zimdan eshitasizlar. Bu Jasurbek, tuvol qo'shnim. 2 kundan beri yurdingman, uyda bo'lsang menga operatorlik qilib turgin deb bin narsalar oldik. Endi hozir tort, gul bir narsalar olishimiz mumkin. Endi bu 75 yoshli onaxonga tortni gulda nima keragi bor? Undan go'sht bilan toza vitamin ko'tar. Mana meva, cheva, olma, nok, bana, uzum qilib meva cheva oldik. Endi qaranglar. Prank qilaman deb kelyaptim. Enam ko'rdilar, mana skameykada ana o'tiribdi kim bilandir. Endi Jasurbek. Enani oldiga birinchi marta kelishing-a? Shunday. Hech prank qilib ko'rganmiz-a? Yo'q. Qilmagansan. Hozir sekin o'tib ketamiz. Enani oldidan. Kamerani tushirib borasan oldiga. Biz qaranglar, enani oldidan o'tib ketamiz, tanirmikin? Mashina kelib qoldi, bo'lmasa maslahat olishib olardik. Qo'shni bilib qoladi-da, qo'shni bilib qoladi. Qo'shni bilib qoladi-da. Enamda ajoyibda. Xo'pmi? Bo'lmasa to'g'rilaymiz. Bildi, prank qilamiz dedik, prankni yo'qqa chiqardi. O'zi buni berib ol. Qo'shnilar. Rahmat, yuravering. Assalomu alaykum. Gulni men bitta opani. Xolaman bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ben siz battelingizni bilmabman-da. Abobda ashbir sizga endi. Abobda bering gulini. Gulini bering. Bu gul sizga. Ya, oling. Bayramingiz. Bo'pti, rahmat. Yaxshimisiz, yo'llaringiz. Qalaysiz? Tuzingmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Bolam yaxshimisiz? Kim bu? Kim bu? Izzatullo. Gap yo'q. O'g'lingizmi? Tuzimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kim bu? Izzatullo. Topingchi? Men o'g'lingiz debman. Toping? Yo'q. Topavering. Yo'q, Izzatullo emas. Izzatulloning o'rtog'i. Ha. Qo'shnim, keling. Men bu tuyolinglar tosh ko'tinglar. Xolam yaxshimi, tuzingmi? Rahmat. O'tiribsizmi, budalarni? Qalay, tuzingmi? Rahmat, Xudoga shukr. Qalaysiz? Patap qo'yibsiz debman. Ilohim, umrlaringga, rizqlaringga Xudo baraka bersin, tan-jonlaring sog' bo'lsin. Meni so'rasalaring sizlarni Xudo so'rasin. Xudoya hamisha yo'llaring ochiq bo'lsin. Topganlaring to'ylarga, yaxshilik kunlarga bo'lsin. O'zingizdan yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Xolam yaxshimi? Yaxshi kuzov oldalaringmi lekin? Rahmat, Kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, yaxshi bo'ldi. Hamma Rahmat. xursandmi? Hamma yaxshi bo'ldi. Rahmat, tan-jonlar. Yuga tosh ko'tinglar. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qalaysiz? Bo'pti, rahmat sizga ham. Tinchib oldimi? Hamma yo'qlar yig'ishtirilib. Hamma yo'l yig'ishtirib Bugun bayramingiz ekan. Ha. Bilmabman. Voy.
Gulda ochilib yuring. Bilmabman-da xolam bilan o'tirgansiz. Bitta gul olib olgan ekanman. Endi yaxshi aka-uka olib kelib qoldi gulni o'zi. Ana gulni berib yubordik. O'zingiz yaxshimisiz? Damla olib o'tiribsiz. Rahmat. Havolar ochilib. Kichkina hoja qilib. Zo'r. Yuribdi. Zotlar kelmadimi? Yo'q. Endi sal kanigulga chiqib olsa keladi. O'zingiz qanaqasiz? Yaxshi. Xo'p. Andijonli aka, bog'bon aka. Mana. Hozir bir minut yana. Qarangda, boyagaligi ko'chat ekib beraman degan ekan. Masjidga xudo xolasa bir 5 tupmi? 5 tup yoki 4 tup shunday o'rnatsak bo'ladi. Masjidga. Chiroyli mevalar. Misol shoptolimi, nokmi, gilosmi, shu ko'cha tomonga. Endi ichkarini ko'rsataman. Yuring yana. Masjidni ham ko'rsataylik. Xo'p, endi haligi siz yosh bassiz, port yemaysiz baribir. O'shaning uchun go'sht bilan meva olib keldim. Rahmat. Maza qilib non olib keldim. Keyin qarangda zo'r, sizga zo'r narsa olib keldim. Mon nondagi o'zimizning Navoiy noni, mana nonni qarang. Shunday boshqacha non ekanda, ezingda buni. Yumshoqligiz. Maza go'sht bor ichida, meva-cheva bor. Hali 4 dan ko'ra, ayna. Krem deb kasal bo'lgandan ko'ra vitamin deb maza qilib quvvatga to'lgani ham. Kiring. Pokiza uylar mana. Xo'p, kelgan. Hozir masjidga qo'yib turaman. Xo'p, hali kuni ehsonlar o'tkazib oldik. Ko'rganlar ko'rdi, ko'rmaganlar bo'lsa aytib qo'ying. Masjidda juda katta qilib, yana aytyapman, Yozyovon tuman hokimligiga, Qotortol qishloq ijodkor mahalla fuqarolar yig'ini boshchiligida mahalla faollariga, ijodkor MFN homiylariga katta rahmat. Juda katta qilib domlalar keldi, hokimiyatdan odamlar keldi, mahallaning odamlari chiqdi, Qunduzning hamma yaqinlari, tanishlari vaqtda chiqdi. Chiroyli qilib iftorlar qilishdi, yeyishdi, chiroyli qilib Qur'on tilovatlar qilib, duolarni qilib chiqib ketishdi. Ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Siz ham xursand bo'ldingizmi? Xo'p, endi keling. Andijonlik aka chiqdilar, haligi yerdan ajragan yosh kelinchaga mavzusini qo'ydik. O'sha yerdagi ilojisi bo'lsa, agar o'tlarni haydab ko'chat bo'lsa ekib beraveraman deydi. Hatto muammo bo'lib qoldi. Ko'rdilaring, suv muammo ekan-da. Suvni iloji yo'q ekan, qurib ketadi. Endi mana sizga taklif aka. Men hozir qisqacha aytay. Shu onaxon Andijonda asakasidan, Niyoz Botirdan. Necha yil bo'ldi kelib qolganingizga baqa? 52 yil bo'ldi. Kelganingizga 53 yil bo'ldi. Qunduz yana ham bu yoqqa kelganlariga 53 yil bo'ldi. 25 yil oldin farzandlari shu jigar sirrozi xastaligi bilan olamdan o'tgan. Yakka-yagona bir dona o'g'illari bo'lgan, hali uylamagandilar. Oradan vaqtlar o'tdi, 15 yil oldin turmush o'rtoqlari bu inson ham dard bilan, ya'ni allergiya bilan olamdan o'tdi. 15 yildirki, mana shu onaxonimiz mana shu uyda hovlida bir o'zi yolg'iz yashaydilar. Men Anvar akamdan juda ham xursandman. Shu 2019-yil karantinda shu muhtoj oilalarni qidirib yurib, ehson tarqatib yurganimizda shu Anvar akam topib kelganlar bu onaxonni. Shundan meni 6 yildirki, shu enam bilan ona bola tutinganmiz dedi. Bu Qunduz yana 6 yildan beri butun dunyoni onasi. Siz aytdingiz, mana o'sha video orqali tanibsiz. Sizga men telefon qilganingizda men taklif berdim, boshqacha yo'llari ham bor. O'sha ko'chatda agar atga imkoni bo'lmasa, boshqa joyga ekishning imkoni bor dedi. Enamiz bir o'zi yolg'iz mana shu uyda yashaydilar. Mana yaqinda chiroyli qilib mana yerlarni topib, ag'darib, haydab qo'ydi. Mana sizga haqiqiy ehsonni joyi, savob oladigan joy. Kirib keling. Har yili bilasizlar, batga pomidor, bolgarskiy bir narsalar ekiladi. Faqatgina bu tomonda kerak deb hisobiga salqin tushib, batta bo'lmaydi. Yo yerni unumdorligi chataqmi bilmayman. Endi agar Xurshid aka ko'chat sotaman dedingiz, agar imkoni bo'lsa, chetda men o'zimcha o'ylayapman. 1, 2
4 tupdan tushganda ham 4 qator 4 8 yo'q 4 4 8 16 tup ko'chat, tashqariga 4 ta 20 tup ko'chat ketar ekan. Agar himmatingiz mana shu enani duosini men olaman. O'zim o'sha chiroyli zo'r mevalarni olib borib, o'zingizga ilinganda shu enaga ilinib olib kelib ekaman. Shu enani duosini olib savobni olaman desangiz, mana sizga variant. Bu ham bitta sizga variant. Xudo xolasa. Mana shunaqangi gaplar, enam yaxshilar, kayfiyat zo'r. Endi hozir ko'ryapsizlar, Sarbon shifo to'la odam bilan. Mana Ramazon oyi bo'lishiga qaramay, mana bemorlar kelyapti davolangani, juda ham to'la. Xudo xolasa mana shu 3 kun, 1 haftaning ichida joy bo'shaydi. Xudo xolasa enamni yana olib ketamiz. Biz va'da berganmiz. O'zim men enaga aytdim. Matta iftordan keyin joy bo'shodi, bitta iftor to'g'ri kelib qoldi. Endi men u yoqqa qolib ketib, bag'da tayyorgarliklar qolib ketardi. Shuncha odam harakatni boshlab qo'ygan, tayyorgarlikni boshlab qo'ygan, ishlar qolib ketardi. O'shaning uchun enaga aytdim, "Eni assalomu iftoringizni o'tkazib oling, to'g'rimi eni? Iftordan keyin olib ketaman" dedim. Bu iftorni o'tkazdik, lekin hali joy bo'shagan yo'q. Xudo xolasa bo'shaydi, olib ketamiz. Mana juda ko'p yaxshi insonlarning ko'magi bilan shifrlarni yangilab alishtirib oldik. Mana o'y kuni ko'rdingiz, ena necha kun yog'di, yomg'ir. Qanaqa yog'di? Agar suvni ichida qolib ketar. Shifrni alishtirmagan bo'lganingizda, to'g'rimi? Juda ko'pchilik yordam qildi, shifrlar bo'ldi. Mana shu uylar ham hamma yo'q shu yaxshi insonlarning ko'magi bilan bo'ldi. O'zingiz yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Xursand bo'lib o'tiribsizmi? Zerikib qolmayapsizmi? Kanzillar qalay bo'ldi? Voy, onani ketaydi. Enamda. Bu enam ehson qilgan. Qizlariga, o Sarbon shifodagi hamshira qizlariga, bizga qilib shunaqa kamzilchalar olib bergan. Ehson qilib. Enamniki tavarida. Ekoxotiga berdingiz? Ha, berdim. Duolar qilishdi. Loyiq keldimi? Ha, loyiq keldi. Uyga yuringlar. Yo'q, biz qaytamiz. Endi Og'izocharga hozircha joyga boradigan joyimiz bor edi. O'shanga men kunduzni ariqqa yana bitta oila topdik-da hozir. Juda qiynalgan oila ekan. Uy joyi yo'q. 20 yildan beri yolg'iz yashashar ekan. Onasi o'tganiga 4 oy bo'libdi. Dadasi buyragida o'simtasi bor, og'ir. O'zi erdan ajrab ketib qolgan hali qiz. 8-sinf singlisi bor. Yaxshi bitta qoraka uy bergan, shu yerda yashayveringlar, menga puli ham kerak emas. Shu yerda yashab kunlaring ko'rib turaveringlar degan juda qiynalgan oila ekan. Hozir o'shan bilan ovoraman, o'shanga bir uy olib bering. Harakat qilib ko'pchilik. Bir 2 xona bo'lsa ham, dompomdan bo'lsa ham uy olib beringlar yashinga. Vatanli bo'lib qolsin, ertagani dadasini davolatmoqchi biz. O'shani davolataylik deb o'sha loyihani olganman. O'sha yerda yuribman. Endi men bugun 8-mart. O'shanga kechroq bo'lsa ham enam bor xabar olib kelay deb oldingizga kelyapman. Bugun bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Yuzlarga kiring. Rahmat. Dunyodagi eng chiroyli enalarsiz, enasizsiz. Hamisha sog' bo'linglar, salomat yuringlar. Bola chaqalaringni, ota-onalaringni baxtiga hamisha sog' bo'lib, o'ynab kulib yuringlar. Endi men yana bitta narsani so'ramoqchiman sizdan. Bilasiz, har safar nimaki ish boshlasam, bitta duo qiling deyman. Mana shuncha duolaringiz ijobatini ko'rdim. Mana Akmalxon akam xabaringiz bo'lsa, yurishdan oldin o'sha kasal bo'lib yotardi. Umraga ketyapman, kelgunimcha oyog'ingiz bilan uyimga yurib kiring dedingiz. Shu inson yurib kirdi. Mana meni farzandim necha marta konkursga bordi. Mana xalqaro Qozog'istonlarga bordi. Yana duo qiling ketyapti desam, siz duoingizni endi avvalo sabab birinchi o'rinda olib keladi. Men isbot ko'rganim. Mana hali Xorazmlik kelin. Yana duo qiling farzandli bo'lay, yana duo qiling farzandli bo'lay deyaverardi sizga telefon qilib. Xudoyim mana homilador bo'lib o'zingizni mehmon qildi u. Bugun yana bir duo so'rab keldim. Ana shu eridan ajragan yosh kelinchak degan mavzu qo'ydim. Bitta duo qiling, Xudoyim shularga uy bersin. Ashu qizlarning dadasiga shifo bersin Xudoyim. Duoingiz ham ijobat. O'shanga bir duo qiling, shularning ishi yurishib. Ilohim. Xudoya dardlariga shifo bersin, tan joylari sog' bo'lsin. O'sha qizni ham yana baxtlarini ochsin Xudoya.
yangi uylar bo'lsin, to'ylar qilsin, yaxshilik kunlarga buyursin yangi uylari. Xudoya hamisha sog' bo'linglar, salomat. Sizlarga ham omadlaringni bersin. Allohu akbar. Enamni duosida ish ko'p. O'shaning uchun kimlaring bo'lsa ham enamni duosini olib qolinglar. Bu odamni duosini tig'i shunaqa o'tkirki, parda yo'qda pryamoy boradi. Enam. Men buni isbotini juda ko'p ko'rdim. Juda ko'p holatlarda men ko'rdimda shuni isbotini. Shu enam duo qiladi. Xudoning qudrati bilan shu aytgan narsa bo'ladi. Birinchi o'rinda olib kelsin, Allohu akbar dedi. O'g'lim o'qishga kirayotganda duo qiling dedim, kirib ketdi, Toshkentga bordi. Hech narsadan hech narsa yo'q, o'qishga kirib ketdi. Qizim o'qishga kiryapti, duo qiling dedim, duo qildi, kirib ketdi. 3 marta xalqaroga bordi Qozog'istonda, ishtirok etdi o'g'lim. Uchovsida ham birinchi o'rinda olib kelyapti. Akmalxon akamda mana o'zlaring ko'rdilaring. Videolari bor. Oyoq qo'l shol ishlamas edi. Akmalxon, men umraga ketyapman. Kelgunimcha uyimga o'zingiz yurib kiring, ha, ilohim, Allohu akbar deb ketdi. Rosa umradan kelganda eshikni tikka turib taqillatgan. Bu ham sabab. O'shaning uchun enamni duosini olinglar. Shunaqangi gaplar. Nima yig'layapsiz endi? Endi o'sha kunlarda eslab yig'layapti. Hamma sog' bo'lsin, kasal bo'lmasin. Kun davlenam oshib, chakana bo'lmadim. Yana davlena chiqib qoldi. Hammadan Baxtigul kiydimi? Kiydi. Ana o'ziga ayting. Ko'radi videoni har kun. Ha. Bitta ayting. Kiydingmi deng. Baxtigul kiydimi kamsin? Yig'lashga haqqi yo'q ena. Yig'lamang. Xudo xolasa ana biz bor. Qayerdan bildingiz? Ena biz razmerlar dedi. Haydi bildim dedim. O'shaning uchun hech ham bunaqa g'amga botmang. Mana biz bor, shuncha farzandlaringiz bor. Hech kim yolg'iz qo'ymaydi. Siz men yolg'izman demang hech qachon. Aynan. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Qozonchaqni olib ketishmadimi hali? Boshda olib ketdim, bu turibdi. Boshda ham qarang, go'zal bo'libdi o'sha kuni. Shunaqa shirin bo'libdi. Suyuqni aytmaysan. Qancha odamda rizqi bor ekan, qarang. Hokimlar keldimi? Zam hokim keldi. Ha. Sizam hokimlar keldi, deputatlar keldi, mahalla rais bo'ldi, hokim yordamchilari bo'ldi. Ko'pchilik keldi. Kuzatdik, hamma xursand ketdi. Lekin o'sha insonlarga ham katta rahmat. Xo'p. Bo'lmasa duo qiling. Qaytamiz. Xudoya hamisha tandirlaring sog' bo'lsin, topganlaring to'ylarga, yaxshilik kunlarga bersin. Hammamiz sog' salomat yana shukrlarga o'ynab kelib yetaylik. Allohu akbar. Xo'p, enam ham duo qilib qo'yinglar. Enam ham umri uzoq bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmasin, baxtimizga sog' bo'lsin, ilohim yuzlarga kirib yursin. E'tibor uchun rahmat. Ko'rishguncha hammaga xayr deymiz.